Assalomu alaykum aziz do'stlar. Aziz obunachilar. O'rtalar, xudo xolasa detskilarga yaxshi joylarga kelganmiz. Sifatli qarinlardan, xudo xolasa Telegram kanalimizga o'tsalaring, Telegram kanaliga ham tashlab qo'yamiz. Kanalimizning rivoji uchun iltimos bir donadan like bosib turib, kanalni qo'llab-quvvatlab borasizlar. Hozir biz Farg'ona viloyati Qo'qon shahar Bog'cha bozoridamiz. Joylarni ham tushuntirib ketamiz. Bemalol kelib, Stenka bozori adashib ketibman. Bemalol kelib savdo qilib ketishlaring mumkin. Telefon nomer, Telegram kanal tashlab qo'yamiz, obuna bo'lib ko'rasizlar. Xullas hamma viloyatlarga dastavkalarimiz bor, yetkazib beriladi. Kanalga o'tinglar, xudo xolasa yaxshi narsalar bo'ladi. Iltimos bir donadan like bosib, kanalni qo'llayverasizlar. Biz o'rtalar hozir Farg'ona viloyati Qo'qon shahar Stenka bozoridamiz. Stenka bozorini mana yerda o'rta darvozasi deydi. Mana shu o'rta darvozasidan shunday kirganligida mana gazvada bu yerda mana narsalar sotishadi. Shuning oldida mana shu do'konchamiz bor. Tonlisi detski. Detskilarda ham yaxshilari hozir eng zo'r material mana shu bo'lib qolgan. To'g'risini aytsam, ko'rib nima qilaverasizlar. O'rtada mana ni ham aytib ketaman. Mana necha puldan sotyapsizlar? 15 ming so'm. Optimga mana pachkaga 13 ming so'm pachkaga. Bittadan nechta bo'ladimi uni pachkasi? Pachkasidan nechta? 10 ta. Sharifchalarchi? Sharif ham 13 ming. Bundan arzon bo'lmasa kerak. Shapkachalarimiz ham bitta aytib o'raring. 25 ming so'mdan. Pachka narxi. Qo'llaverasizlar. Menimcha mana sharifli shapka ekan. 15 ming ekan. Mana shuni ham bitta aytib o'rasizlar. 35 ming. Pachka narxi. Bo'ldi, bosordi. Ko'rdilaringlar mana shu yerda, mana oldi. Hatto yonimizda nimalar ham sotishyapti. Xo'sh, endi mana ko'ringlar, detskilarda va shu bombalari bor, imjiqlari. Xullas, foydalansa bo'ladigan. Hozir bu yerda hammasi nachos, qishki bunaqangi flis material bor. Bu juda yumshoq, haligi buni yillar davomida kiygizasiz. Farzandingizdan keyingilari ham kiyishaveradi farzandingiz. Chunki bu shunaqangi material bu, shunaqa. Xo'sh, bo'lmasam hozir bir boshdan tanishtirib o'tamiz. Keyinda narxlarni aytib yuboring iltimos. Xo'sh, mana ular menimcha 1 yoshgacha tushsa kerak-a? 35 mingdan. 35 ming so'mdan 1 yoshgacha tushadi. Sifati zo'r narsa, ranglari bor. Flis material bu, to'g'risini aytsam, zo'r material. Olib sotsalaring ham zo'r, kiydirsalaring ham maza qilib kiydirasizlar, sotasalaring ham zo'r, maza qilib sotasizlar. Ranglari mana shu. Buni ham 35 mingmi? 35 ming so'mdan. Mana fasonlari o'zgaryapti, lekin rangi, narxi bir xilda turibdi. Mana. Mana ularimiz 40 ming so'm. Bu necha yoshgacha tushadi? 1-2 yoshga tushar ekan. Razmermi bu? Razmerda ikkita bo'lar ekan, 1-2 yoshga tushar ekan. Juda zo'r narsa bu ham flis. Mana kraskalari o'chmaydi buni, juda zo'r. Mana ranglarni ko'ryapsizlarmi? Juda zo'r narsa. Mana orqa tomoni. Xullas pachka narxini aytyapmiz hozir, adashmasam. Chunki bu yerda o'zi pachka sotiladi-da. Xo'sh, quy. Tepa pas. 4-6 yosh 45 ming so'm. Bu ham fliza bu ham, ha? 45 ming so'm. Mana shu tepa pas 4-6 yosh razmerda ikkita 45 ming so'mdan ketyapti ekan. Qizlarki nech puldan? Bu ham 45 ming so'm. Bu ham fliza. O'zi polnis fliza ekan. Ana ularimiz katta ekan-a bular, ha? 45 ming so'm. Hozir buni ham 45 ming deyapsizmi? Buni razmeri katta emas. Ha, ikkalasi pachka. Bittasi katta, bittasi kichkina ekan. 4-6 yoshga tushar ekan. Ular nachos mana shularmi? 35 ming, ha? Razmeri 4-6 yosh. Razmeri shu tepada ko'rsatganlarimiz hammasi. Xullas zo'r narsalar bor. Keyin mana tomonimizchi gaplarimiz. Bu vaniza ekan. Bu keyin vaniza degani, misol Xitoy nachos degan material bor. Xitoy nachoschigacha yaxshi emas, ustiga tivit bosadi. Buni tivit bosmaydi usti, hali dumaloq bo'lib qolmaydi. Biz uzoq kiyishadi. Mana shu narsalar. Bular nech puldan? 40 ming so'mdan. Bering, tushuntasizmi? Mana yerda kiyilgani bor edi, adashmasam. Ha, mana zamogli bo'ldi. Mana. Hozir mana shu alo o'zi rasa trendga chiqdi. O'shancha mana buni ham chiqarishibdi. Mana. Mana shunaqangi material, materialiga hech narsa qilmaydi, tivit bosmaydi, musor yig'maydi. Xullas zo'r narsa. Bu ham 4-6 yosh, ha? 45 ming so'mdan ranglari bor.
Xo'sh, mana uni ham 45 ming dedingizmi? 35 ming so'm bular. Mana polnisi 35 ming so'm, dvoyka hammasi. Bosorasizlar o'rtoqlar mana. Mana sizdan emas shekilli bu. Bu nech pul? 30 ming so'm, kombinezonchi 30 ming so'm ekan. Amon haqiqiy material zonasi mana fasonni ko'ringlar mana. Boshqacha chiroyli ekan mana. Varaq-varaq bo'lib turar ekan mana yerda kiysa. Mana zo'r narsa ekan. Yana nimamiz qoldi? Ana Kevinlarchi mana Kevinlar mana. Yo'paradi. 25 ming so'm, ha? Kichkina razmer. Quyonchamiz 35 ming so'm quyoncha. Buni oyoqlarini ham hosil turib turganligini qarang. Ichi nachos, tanoq mana shubali. Mana bu material va shu o'zi nachos emas, bu o'zi nachosdan qalin narsa. Amon o'zim o'g'limga olganman, shundan g'ashi zo'r hech narsa bo'lmas ekan. Xo'sh, bitta kelgan mana gaplar bor ekan. Gapni ham aytdik-a, gaplar. 45 ming so'm. Bu ham razmer, ha? Razmer. Ham 4-6 yoshli ishda. Mana xullas men shuna narsalar olinglar, foydalaninglar, maza qilib optim narxlarni aytdik. Kanalimizga o'tinglar, obuna bo'lib, zakazlarni beraversa chiqarib beramiz. Rasmlarni tashlab qo'yamiz gruppaga. Qolib foydalanaverasizlar bemalol. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.